Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar, paypoqqa mas tortsa bo'ladimi yo'q? Bu mashhur ixtilofiy masala. Aslida Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganidek, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallohi va rasul. Nimadaki tortishsanglar, Alloh va rasuliga qaytaringlar. U unday degan ekan, bu bunday degan ekan degan gap bilan hukm bitmaydi. Shuning uchun bunda ya'ni birovlarning gapini tashib yurishning foydasi yo'q. Qur'on sunnatga qarashimiz kerak. Qur'on sunnatga qarasak, Alloh subhanahu va taolo bu Qur'onda paypoqmidi, mahsimidi aytib o'tirmadi. Ya'ni mutlaqo oyoqni yuvishlik hukmi keldi yoki o'sha qiroatda, tahorat qiroatida tahorat hukmini shar'iy qilgan oyatda va arjulikum degan qiroat bo'yicha mutlaqo oyoqqa qanaqa kiyim kiyilishlikdan qat'iy nazar masx tortishlik hukmiga ishora qilindi. Uni tafsiloti esa sunnatda bayon qilindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mahsiga mas tortganlarmi yoki kavushga mas tortganlarmi yoki paypoqqa mas tortganlarmi, bu hammasi sunnatda bayon qilindi. Endi bu bizni hozirgi zamonamizdagi paypoq degandagi narsadagi aslida bunaqa narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida bo'lmagan. Ya'ni aynan hozirgi zamondagidek bu paypoqlar. Shunga o'xshagan tasaxin deyilgan, oyoqni isitish uchun oyoqqa boylanadigan, o'zimizlarga paytaba degandek, shunga o'xshagan narsalar bo'lgan. O'sha narsalarga mas tortilgan. Mana bu albatta paypoq o'rnida turadi. Qalin bir paypoq o'rnida turadi. Savbon radhiyallohu anhu dan hadis kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir joyga bir askarlarni jo'natdilar. Ularga qattiq bir sovuq yetdi deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelgandan keyin ularga yetgan bu sovuqdan shikoyat qilganda Rasululloh aytdilarki, sizlar o'sha paytava va oyoqni isitish uchun boylagan lattalaringga mas tortaveringlar deganlar. Imom Ahmad, Abu Dovud rivoyat qilgan sahih hadis. Mana bu hadis dalilki, mana o'sha oyoqni isitadigan, ya'ni shu paypoqqa o'xshagan qalin bir narsalarga mas tortishlik joizligiga. Hech kim kelib bunda bir shartlarni qo'yib olmasin, unaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan. Ularda birortasiga dalil yo'q. Ochiq kelyapti, shu oyoqni isitish uchun bog'langan narsa. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Xuddi shuningdek Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu dan ham kelgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat qilib paypoqqa mas tortdilar degan. Mana bunda ham aytib o'tirmagan u paypoq nimadan edi? U paypoq ya'ni hozirgi zamonda aytayotgandek teridanmidi, u paypoq charmdanmidi? Uni aytib o'tirmagan. Javrob deganda odatda shu lattadan tikilgan paypoqlar nazarda tutiladi. Bu hadis ham sahih hadis. Inshaalloh Tirmiziy rahimahulloh bu hadisni rivoyat qilib, hada hadisun hasanun sahih deganlar. Va yana aytganlarki, bir qancha alimlar mazhabida shunday, ya'ni paypoqqa mas tortish joiz deganlar. Yana aytganlar Sufyon as-Savriy, Abdulloh Muborak, Imom Shofiy, Imom Ahmad, Imom Ishoq mazhablarida hammasi bular paypoqqa mas tortish joiz deyishgan. Va yana o'sha tasaxinlarga mas tortish joiz deyishgan, ya'ni shu oyoqda isitish uchun bog'langan narsalarga bir qalin bo'lsa mas tortsa bo'ladi deyilgan. Yana boshqa Tirmiziy rahimahulloh aytganlar, Sami'tu Salih ibn Muhammad at-Tirmizi qala sami'tu Abu Muqatil as-Samarqandi yaqul dakhaltu ala Abi Hanifa. Abu Muqatil as-Samarqandi aytgan, Abu Hanifani kasalligida oldilariga kirdim deydi. U kishi o'lgan kasalliklari umrlarining oxirida edi, ya'ni. Shunda u kishi suv chaqirib tahorat qildilar, paypog'i bor edi. Paypog'ini ustiga mas tortdi deydi. Keyin aytganlarki, bugun hech qilmagan ishimni qildim deganlar. Paypoqqa mas tortdim deganlar. Mana bu dalilki, Abu Hanifa mazhabida haqiqatda paypoqqa mas tortish mumkin bo'lmagan. U kishi ham lekin bu fikrlardan qaytganlar, mana paypoqqa mas tortyaptilar. Shuning uchun inshaalloh paypoqqa mas tortish bo'laveradi. Vallohu alam.